Har bitta kelgan pasiyent shu protsessdan o'tib keladi. Hijoma, zuluk, ugletka qo'ydirgan. Bu davosi emas bu muammoni. Bir ikkita mana shu hijoma, zuluk qo'yadiganlar ham meni anaqa gapirib chiqishdi. Hamma o'zini ishini qilsin deb. Lekin men как dermatolog sifatida men umuman buni maslahat bermayman. Organizmimiz shunaqangi mukammal yaratilganki, har bittasi bir-biriga bog'liq holda obnovleniya bilan, yangilanish bilan har kuni kechadi. Oddiy terining qavati, epidermis qavati har kuni po'st tashigandek, xuddi bizga ko'rinmagandek oppoqlanib to'kilib tushadi. Bu ham terining funksiyasiga kiradi. Prosta xalqimizga buni tushuntirib bera olmayman-da. Organizmda harom qon yo'q. O'ylashadi, o'sha hijoma qilsam harom qonni chiqarib tashlayman deyshadi. Yo'q, unaqa narsa. Yo'q, zulukni, ugreni davolashda hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu bilan davolab bo'lmaydi. Agar zuluk hijoma bilan davolab bo'lganda, men faqat zuluk hijoma qo'yib o'tirgan bo'lardim.